Zakotovkaga bo'ldik. Bu bizning etaj. Shu etajga tushdik. 9 etajga bo'lar ekan bu. Bunisi mana qizillar ishlayapti. Yaxshi ko'rinmayapti shekilli. Qizillar ishlayapti yerda. Bugun yakshanba 23-mart yakshanba. Ubirga qilishyapti ba'da. O'tiribdi. Urkagiga shavkatiga urishyapti. Ishtonlar bo'lsa bitta like. Like mashinasi. Vodotlar bo'lsa. Vodot maylo qishlog'i. Mana. Maylo qishlog'i. Tezkorlar hammasi. Bir-biridan o'zaman deydi. Bos shu. Yakshanba kundan bo'laylik desa. Kirachini ham chaqirtirib, urib so'kinyapti. Tezkor ustalar bosyapti.